Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu Ushak kanali va sizlar bilan Ushak Kali Linux bo'yicha ikkinchi darsligimizni boshlaymiz. Bu darsda Kali Linuxni qanday o'rnatish haqida ko'rib chiqamiz. Kali Linux o'rnatish usullari, Kali Linux o'rnatish usullari bir nechta usullari bor. Avvalgi darslikda ko'rib chiqqanmiz. To'liq tizim sifatida o'rnatish, virtual mashina sifatida o'rnatish va live bot ya'ni yuzli fleshkada o'rnatish usullari har birini alohida ko'rib chiqamiz. Bugungi darsda virtual mashina sifatida o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bunda bizga kerakli bo'ladigan dasturlar Kali Linux'ning oxirgi versiyalari, ISO fayli, ya'ni ISO formatdagi fayl kerak bo'ladi va virtual mashina kerak bo'ladi. Buni bir necha turlari bor. Biz bugun virtual box mashinasi sifatida virtual mashinasida ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga virtual box kerak bo'ladi. Xohlagan brauzeringizda yozib ko'rasiz. Sizda Windows tizimi bo'lsa agar, masalan, Chrome brauzeri, Microsoft Edge brauzerida virtual box deb yozib olamiz. Virtual boxning ofitsial saytiga kiradi. Birinchisi Oracle Virtual Box saytiga kirib olamiz. Bunda kirib olamiz va download tugmasini bosamiz va bu yerda Virtual Box 7.2.6 oxirgi versiyalar chiqarib beradi bizga. Windows tizimidagilar Windows host bölümünü tanlaydi. Windows host bölümünü tanlaganda oxirgi versiyalar chiqib keladi. Menda bu shart emas. Mac'dagi Mac va Linux distributsiyasi barchasini tanlab olamiz. Men yuklab olganman. Bu narsani ko'rishingiz mumkin. Linux tizimi uchun agar Linux tizimida ishlasangiz, masalan, Kali yoki Black Arch Linux'da ishlasangiz, terminal orqali yuklashni maslahat beraman. Agar Ubuntu tizimida ishlasangiz, bemalol saytdan yuklab olishingiz mumkin. Chunki Arch Linux va Kali uchun VirtualBox rasmiy saytdan olgani ishlamaydi. Ya'ni ishlab bera olmaydi. Shuning uchun terminal orqali yuklashingizni maslahat beramiz. Keling, ISO faylni qanday qilib yuklashni ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi ISO fayl uchun kali.org saytiga kiramiz. kali.org saytiga kiramiz. Mana bu kali.org sayti hisoblanadi. Avvalgi darsliklarda ko'rsatib o'tganmiz. Download tugmasini bosamiz. Virtual mashina virtual mashinalar uchun chiqarib beradi. Bizga shart emas bu. Bizga esa installer image, ya'ni ISO fayli kerak bo'ladi. 4.4 gigabaytlik ISO faylni yuklab olamiz. Men yuklab olganman. Menga shart emas bu narsa. Agar kimgadir brauzer ishlamayotgan bo'lsa, Telegram kanalimda tashlab qo'yaman ISO faylni. Buning uchun Telegram kanaliga o'tish uchun havola bo'limiga o'tamiz. Telegram kod 0x kanaliga o'tib olamiz va faylni ko'rishimiz mumkin. Boshlaymiz. Bularning hammasi bizda tayyor. Siz yuklab olishingiz kerak. Endi VirtualBox yuklab olgandan keyin o'rnatib olamiz. O'rnatib olgandan keyin mana shunaqa oyna ochiladi. Buning uchun o'z ko'rishingiz mumkin. Menda Windows, ya'ni Windows 10 tizimini Linux tizimini ichida virtual mashina sifatida o'rnatganman. Hozir endi Kali tizimini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga new tugmasini bosib olamiz. Bu vmname kali Linux deb yozib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Joy qoldiramiz. Kali Linux mumkin. Endi VM mashinani tanlang. Mana ISO image, ISO fayl tanlang deyapti. ISO fayli mana Kali 23A versiyasi, eski versiyasi bor ekan menda. Tanlab olamiz va next tugmasini bosamiz. Buni tanlaymiz. Ya'ni memory buni xotirani surib mana shu yergacha olib keltiramiz. 16 gigabayt. Buni ham prosessor 4 gigabayt, sizga 25 gigabayt turaveradi va finish tugmasini bosamiz. Bizda ochildi va ustiga bosgan holda mana shu ko'k chiqib turadi. Ko'k chiqqan holda start tugmasini bosib olamiz. Mana start tugmasini bosib olganimizdan keyin mana shunaqa oyna
chiqib keladi. Bunda grafический installlarda bizga kerak bo'ladi. grafический install bosib olamiz. Va Linux tizimini o'rnatish boshlandi. Mana Kali tizimini o'rnatish boshlandi. Bunda tilni tanlaydi. Tizim tili, ya'ni bizga inglizcha continuous bosamiz. Lokatsiya shartimiz, buning uchun statik lokatsiya, ya'ni qayerda bo'lsak shuni oladigan lokatsiya tizimi. Keyin keyboard, ya'ni klaviatura qaysi tilda? Keyboard American and English. Amerikancha ingliz tili standart kompyuterdagi lotin alifbosi bu. Continuous. To'lishini kutib turamiz. Hardware, ya'ni yüklanyapti bu. Hostname, ya'ni hostname degani tizim nomi biz uchun Kali turadi. Domain name, ya'ni yuklanadigan baza bo'lsa kali.org yozib qo'yamiz bu yerga. Continue. Bunda full host user name, bunda ham Kali yozamiz. Böyle account Kali. Password hamma o'zi xohlagan parolni qo'yishi mumkin. Menda esa oddiygina Kali Kali ko'rishingiz mumkin. Kali, bunda ham Kali yozaman. Ko'rmay. Continue. Isterim. Diskni tanlang deyapti. Shu bitta VirtualBox diskimiz 26 GB li. Shuni tanlaymiz. Continue boshladik. Yes. Şurasını bosamiz. Continue. Install system. Sistema kupu ko'rinishini yuklab olyapti. Bunda internet uzilmasligi kerak. Shuni ham aytib o'tamiz. Agar internet uzilib qolsa, o'rnatishda xatolik kelib chiqishi mumkin. Shunday Kali tizimini asosiy vazifasi pen testing, ya'ni saytlar yoki tarmoqlar test qilish haqida bo'ladi. Buni ko'p dasturchilar va kiberxavfsizlik mutaxassislari, etikal hackingchilar va red hackingchilar eng ko'p foydalanadigan tizimlardan bittasi hisoblanadi. Chunki interfeys oddiy va qulay bo'lgani uchun, ham kuchli tizim bo'lgani uchun foydalanadi. Bunda dasturlash sohasiga qiziqadiganlar ham ishlatsa bo'ladi. Bu dasturlash ancha sodda bo'ladi. Asosan Kali Linux asosi Python dasturlash tili bo'lgani uchun eng ko'p foydalanadigan Pythonchilar bo'ladi. Bu tizimni yana Python ko'p ishlatadiganlar va kiberxavfsizlikka qiziqadiganlar ushbu tizimdan foydalanadi. Bu tizimda qulayliklar juda ko'p, lekin oddiy ofis ishlarini qiladiganlar uchun bu tizim tavsiya etilmaydi, chunki ancha murakkab oddiy ofis tizimlari uchun. Oddiy ofis tizimi ishlaydiganlarga asosan Windows tizimi maslahat beriladi. O'yinlar yo boshqalar uchun Windows tizimi ancha qulayliklarga ega tizim. Kali tizimi esa ancha o'yinlar va ofis uchun ancha no'noq tizim deya olamiz. Lekin Kali tizimining o'zining ofis dasturlari boshqalari yo'q emas. Bor, ham barcha dasturlari bor. Buni ham keyingi darslarda ko'rib chiqamiz, lekin bu xavfsizlikka asoslangan bo'lgani uchun o'yinlar
minimal nastroykada o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Lekin xavfsizlik tizimi uchun juda kuchli tizim bu. Paketlar o'rnatilmoqda, installang ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rishimiz mumkin, tizim ishga tushdi. Mumkin yuqorida qo'yilgan kali parola va kali mana siz uchun Linux tizimi. Agar darsligimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishingizni va obuna tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qolardik. Keyingi dasturlarda, darsliklarda bundan ham qiziqroq bundan ham qiziqroq pen testing va boshqalar haqida aytib ko'rsatib o'tamiz. Mana terminallar, toruslar barchasi full screen. Ko'rishingiz mumkin. 4 ta oynadan iborat. Mana ko'rishimiz mumkin, Kali Linux o'rnatildi. Biz start tugmasi bosamiz. Start tugmasi bosilgandan keyin mana shunaqa oyna chiqib keladi. Oyna chiqib kelgandan keyin mana indamay turamiz. Vaqt ozgina o'tgandan keyin o'zi avtomatik kirib ketadi tizimni o'ziga. Kali va mana Kali Linux tizimi. Ko'rishingiz mumkin, oldingi darslikdagi tizimdan ozroq farq qiladi, lekin vazifalari va torus bazalari bir xil. Masalan, tizimni sinab ko'ramiz. Sudo Kali. Mana terminal ham ishlayapti. Brauzeri ham ishlayapti. Yuqorida taqvim, internet ulanishi, desktop. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana yana bir bor tekshirib ko'ramiz. Biz ham ishlayapti. Ushak kanalimiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Darsliklarimiz davom etadi. Xayr, salomat bo'ling.